Manzura opani qiyshiq og'zi yana ochilib qopti hozir nimada ko'rib qoldim. Как show biznes yulduzlari kimi bo'lmasin geyga chiqarishadi. Endi u gap menga tegyapti, to'g'rimi? Hamma gap bunday uchib kelib menga tegadi, только men gapiraman unaqa gaplarni. Hozir moda chiqdi. Ha desa любой san'atkor fohishaga chiqarishadi. Ha desa любой san'atkor geyga chiqarishadi, yana boshqasiga chiqarishadi. 20 yil avval men bu videoni chiqardi yoki 20 yil avval san falonchi bilan yurgan eding. Endi mana shu narsani eshityapti-da hop. Va shu narsa bilan o'sha kimdir o'tirib birovga tuhmat qilib, faxshda ayblab, qachondir bir qaysiga go'rdagi gapni olib kelib, mana shuni gapirib, bu narsani xalq eshitib, ishonib, eng qizig'i. Masalan, normal odam ishonmaydi-da. Falonchi pismatonchi bilan nimadir qilgan. Bundoq qarasa, hozir butun yarim estrada gey bo'lib chiqyapti, yarim estrada fohish bo'lib chiqyapti. Manzura opam, tilimi qichitmang. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi degan gaplar bor. Shamol Rustam akani shamolimda bo'lmaganda ana klipizdagi hali tigr anaqa nima edi? Afrika stilida chiqqan hali bola bor edi-ku, hali bola. Shu daraxt bo'lmaganda shamolimda qimirlamaganda. Voy, shamol bo'lmagan, daraxt o'lgur hali Afrikani klipini qilib chiqqansiz-ku, tigritsa bo'lib. Shundagi shamol bo'lmaganda edi, daraxt uchi qimirlamaydi. Namyokimni tushungandirsiz. Men fakt bo'lmasa gapirmayman. Shu gaplarga xalqimiz ishonyapti dedi. Ishonadi-da. Ba'zi birlar ikkinchi xotin bo'lib uyda olib haydab borganiga ishonadi-da. Ko'p gapirmang, tilimi qichitmang. Menga tekkizayotganingiz to'g'ri menga yetib kelyapti. To'g'ri, manqayzni tozalang burunni ichidagi. Hijobga kim kiritganda, ana Liliputmi? Liliput kirgizganmidi hijobga? Tilimi qichitmang Manzura opa. Tilimi qichitmang. Fohishani fohisha deydi-da. Geydi deydi-da. Ramazon kunlari meni tilimi qichitmang Manzuraxon. Geydi deydi. Shimara deydi. Uyda olib qo'yib haydab borganda, uyda olib qo'yib haydab boribdi deydi. Amazonia klipida bola chiqib men shuni sevib qoldim deb katta kishini tashlab ketgan deydi. Принимать qiling пораженияni. Всё. Siz o'lib bo'lgan artistsiz. O'zingizni oyog'ingizga o'zingiz bolta urgan artistsiz. Mashni qilsing amizi. Showy PR qilasiz, erga tegyapman. Xalqimiz lo'q deb o'ylaysiz Manzura opa. Mana men sizni hayotingizni aytib beraman, odamlar shok bo'ladi. Ishonmaslikning iloji yo'q. Men первый лицадан eshitganman sizni hayotingizni. Первый лица. Это значит самый близкий. Так что Manzura opa, bunday ushagan yaxshidir degan fikrdaman. Ko't qisgan boy bo'lur. Keyin bir tinga zor bo'lur.